Hammasi umumiy qilib sizni miyangizni shakllantiradi. G'oya kelib qoladi, aytasiz-ku, g'oya keldi hayolimga yoki bir narsa bo'ldi va hokazo deysiz-ku, million barobar kuchli. Miya dalaga yoki tam огородga o'xshaydi. Shaxmat bilan o'ynaydigan superkompyuter Deep Blue 97-yilda Garri Kasparov yutgan. Ko'pchilik aytadi, diqqatimga qolmayman, chalg'ib ketganman deydi. Odamzod kecha paydo bo'lmagan-da, odamzod paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda daho insonlarning asosiy sirlari haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p daholarni taniymiz. Albert Einstein, Imom al-Buxoriy, Ibn Sino va hokazo. Va har bitta daho odam o'zini miyasidan juda ham to'g'ri va effektiv foydalana olgan. Ya'ni daholik asosan bizning miyamizda joylashgan. Endi miyamizdagi qaysi zonalar aynan daholikka javob beradi? Aynan nima uchun biz daho bo'lamiz yoki daho bo'lmaymiz? Mana shu haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bu narsaga to'g'ri keladigan va bu narsaga javob beradigan omillar juda ham ko'p. Genetika, muhit, tarbiya, yoshligingizda o'qigan narsangiz, ota-onangiz deylik homilalik davrida onangiz yegan ovqatlar va hokazo yoshligida olgan travmalaringiz hammasi umumiy qilib sizni miyangizni shakllantiradi va sizni inson sifatida shakllantiradi. Siz yoki o'ta aqlli, o'ta dono inson bo'lishingiz mumkin yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Ammo men bugun sizlarga inson miyasida 3 ta asosiy tizim haqida gapirib bermoqchiman. Har bitta tizim u yoki bu ko'rinishda sizni aqliy faoliyatingizga ta'sir qiladi. Va mana shu tizimlarni qanaqa ishlashini, ular nimaligini va ularni qanday qilib to'g'ri ishlatishingiz mumkinligini men sizlarga bugun tushuntirib beraman. Birinchi tizim miyaning default tizimi. Default tizimi haqida men 2020-yilda kitob yozganman. Miyamizda default tizimi inglizchalab DMN deydi, ya'ni DMN deydi, Default Mode Network. Bizning miyamizni passiv ishlash jarayoni. Bu tizimni 2001-yilda Marcus Raichle ismli nevrolog ixtiro qilgan, borligini aniqlagan va bu tizim biz ongimizda ancha ko'p. Misol uchun uyda yotganingizda g'oya kelib qoladi, aytasiz-ku, g'oya keldi hayolimga yoki bir narsa bo'ldi va hokazo deysiz-ku. Aynan shu jarayon default tizimiga tegishli. Default tizimi fikrlashga javob beradi va u sizni ongli fikrlashingizdan million barobar kuchli. Ong osti deysizmi, boshqa deysizmi? Men ilmiy nuqtai nazardan default tizimi deb qo'ya qolaman. Qanday qilib default tizimini rivojlantirish mumkin? Buni eng asosiy bitta zo'r yo'li bu imkon qadar ko'proq ma'lumotga ega bo'lish. Imkon qadar ko'proq to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish, aniqroq. Misol uchun qaysidir yo'nalishni olaylik, biznes. Meni oldimga kimdir kelib, "Daron aka, men biznesdan g'oya kelmayapti" desa, "Okey, biznesdan podkast ko'rganmisan?" desam, "Yo'q" deydi. "Biznesdan kitob o'qiganmisan?" "Yo'q" deydi. "Biznesdan qanaqadir ustozing bormi?" "Yo'q" deydi. Miyaga hech narsa kirmagandan keyin miyadan qanaqa g'oya chiqishi mumkin? Bilasizlarmi, miya nimaga o'xshataman? Miyani men dalaga o'xshataman. Miya dalaga yoki tam огородga o'xshaydi, bog'ga o'xshaydi. Ekilmagan narsa o'sib chiqa olmaydi. Mendeleyev davriy jadvalini tushida ixtiro qilgani bilan 15-20 yil davriy jadvalga tegishli turli xil izlanishlarni olib borgan. Agar bunday o'ylab qarasangizda, shuni hisobiga bitta narsani tushuning, qaysi zonada rivojlanmoqchi bo'lsangiz, ilmiyot deysizmi, meditsina deysizmi, biznes deysizmi, sotuv deysizmi, IT deysizmi, o'sha zonada, ya'ni o'sha yo'nalishda imkon qadar ko'proq ma'lumotga ega bo'ling, ko'proq o'qing, ko'proq muhokama qiling, ko'proq suhbatlashing, ko'proq analiz qiling, ko'proq o'ylang. Shunda siz default tizimingizga juda ham ko'p ma'lumot yuklaysizda, miya o'zidan o'zi yechim topadigan bo'ladi. Misol uchun shaxmatistlar, 10 yil plus o'ynagan shaxmatistlar statistika bo'yicha 90% holatda to'g'ri xodda, даже qiyin o'yinlarda birinchi 3 sekundda ko'rar ekan. Keyin 1000 hisob-kitob qilib yo'q-bu-yoqni o'lchab chiqqani bilan 10 ta o'yindan, ya'ni 10 ta shunaqa vaziyatdan 9 tasida o'sha birinchi o'ylagan xayolga kelgan xodda yurar ekan. Intuitiv narsa. Nimaga? Chunki 100 minglab turli xil shaxmat patternlarini ular miyasiga tiqib olgan-da va miya уже topib bo'lgan. Misol uchun superkompyuterlarni olsangiz, deylik, birinchi chiqqan shaxmat bilan o'ynaydigan superkompyuter Deep Blue 97-yilda Garri Kasparov yutgan va u yerda nima bo'lgan? U superkompyuter 1 sekundda 70 mingta xodni analiz qila olardi. U superkompyuter insonni yuta olishining asosiy sababi dunyodagi eng kuchli shaxmatchilarni u bundan oldin o'ynalgan hamma o'yinlarni o'z ichiga yuklagan bo'lgan. Hamma bazalar bo'lgan, shuni hisobiga bemalol uni shpargalka sifatida ishlatgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Default tizimni ishlatmoqchi bo'lsangiz, yo'nalish bo'yicha imkon qadar ko'proq narsani boshingizga soling, u haligini qaynatib sizga to'g'ri yechimlarni berishni boshlaydi. Ikkinchi tizim bu muhimlikni aniqlovchi tizim va bu tizim bizni odatda chalg'itadi. Bu tizim qanaqa? Bu tizim sizni miyangizni biologik nuqtai nazardan unga muhim bo'lgan narsalarga chalg'ituvchi narsa. Misol uchun, deylik, o'tiribman xonada. Nimadir tirqitsa men chalg'ib ketaman. Ko'pchilik aytadi, diqqatimga qolmayman, chalg'ib ketyapman deydi. Qiyin bo'lyapti bitta joyga hayolim yig'ish deydi. Nimaga bunaqa? Sababi juda oddiy. Bizning miyamiz
bizni xavfsizligimizni o'ylaydi har safar. Nimadir qimirlasa, nimadir bo'lsa, qanaqadir dushman kelyapti yoki qanaqadir, misol uchun miya juda ham qadimgi organ, bu narsani bilasizlar. Odamzod kecha paydo bo'lmaganda, odamzod paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Gar shunaqa ekan, zamonaviy texnologiyalarga miyamiz oxirgacha moslasha olmagan hali. Shu narsani tushunmaydi ko'pchilik. Ya'ni inson ilgari juda ham katta xavfda yashar edi. Deylik, o'sha chorvachilik davrlari, dehqonchilik, ovchilik davrlarini olsangiz, u ibtidoiy davrlarni odamzod o'shanda yashab yurganda juda ham xavfli bo'lgan. Deylik, o'rmonda ketyapsiz. 4-5 ta tam quyonni ko'tarib olib, misol uchun yoki tam olmani ko'tarib olib, uyga ketyapsiz-da, 4 ta begona erkak chiqsa, sizni urib o'ldirib, olmangizni olib ketadi, hech kim hech narsa qila olmaydi. Hech kim bilmaydi ham kim sizni o'ldirgan, hech kim topa olmaydi ham, hech qanaqa kamera ham yo'q, politsiya ham yo'q, militsiya ham, hech narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Va mana shu zamonlarda tirik qolish uchun miyani ichiga yaralish jarayonida biologik mexanizm tiqilgan muhimlikni aniqlovchi tizim deyiladi. Ya'ni siz uchun nima muhim? Tirik qolish muhimmi, ingliz tilini o'rganish muhimmi? Tirik qolish muhimroq miya uchun. Gar shunaqa ekan, nimadir qimirlasa, miya har ehtimol qarshi qaratib qo'yadi shu tomonga sizni. Endi muhimlikni aniqlovchi tizimni boshqarishni o'rganishimiz kerak, chunki u bizni chalg'itib yuboradi. Qanday boshqarishni o'rganasiz? Siz o'zingizni diqqatingiz chalg'iyotganini sezishni o'rgansangiz bo'ldi. Misol uchun ko'pchilik mana kitob o'qiydi. Bir betda o'qib turib, pastga tushganda shuncha narsani o'qiganman-da, hech narsani tushunmadim yoki esimda ham qolmadi deb o'ylaydi. Hozir o'qib tugatdi, lekin nimani o'qidim deb turadi. Sababi juda oddiy, chalg'ib ketib qoladi. O'sha mat, ya'ni muhimlikni aniqlovchi tizimi chalg'ib ketadi-da, nimadir o'ylaydi u yoki kitobdagi so'z chalg'ib yuboradi, ketib qoladi qisqasi. Ketib qolgandan keyin ko'z o'qishda davom etadi, qaytib keladida, qarasa hamma joy dabdala. Ya'ni hech narsa esda qolmagan. Buni oldini olish bitta zo'r yo'li bor. Ahamiyat beringlar. Qattiq diqqatingiz chalg'ib ketgan odatda ahamiyat bermay qo'yasizlar. Juda oddiy bitta kichkinagina bitta ruchka bilan oldingizga bitta list olib olasiz. Kitob o'qiyapsizmi, qanaqadir aqliy faoliyat bilan shug'ullanayapsiz, farqi yo'q. Chalg'ishingizni sezganingizda chiziqcha tortib qo'ying. Ruchkani oling va chizib qo'ying. Yana dalcha o'qing. Yana chalg'iyotganingizni sezsangiz fikringizda yana chiziq tortingda. Mana shu narsa sizni haligi chalg'ish joylarini sezishni o'rgatib qo'yadi. Kimda chalg'iyotganingizda to'xtatib, yana orqaga qaytashni o'rganib olasiz. Uchinchi asosiy tizim, sizni daho qilishi mumkin bo'lgan tizim, bu markaziy bajaruvchi tizim. Bu bizning ongimiz. Ong bu iroda, bu tanlov. Qo'pol qilib aytganda, men ongli ravishda yemoqchiman deylik, yegim kelyapti, xohlayman marojniy ishni, lekin ongli ravishda bilaman, meni deylik, tam musobaqam bor, men vest tashlashim kerak. Va men yeyman uni o'rniga guruch, misol uchun. Va o'zi nafsim, meni miyam aytib turibdi, buni ye deyapti, lekin men o'zimni ongli boshqarib, go'yoki ong bu takoy aqlli insonga o'xshaydi. Ongni rivojlantirishni bitta asosiy yo'li bu analiz qilish. Ma'lumotlarni analiz qilish, qiyin narsalarni o'ylash. Qiyin narsalarni o'ylash. Xususan bo'lishi mumkin bu, mana 2-3 yo'lni aytib beraman. Kitob o'qish har kun va ularni asosida suhbat qurish. Kitob o'qidingiz va ularni muhokama qildingiz kimdir bilan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, qanaqadir topishmoqlar, jumboqlar, crosswordlarni yechyapsiz. Shaxmat o'ynayapsiz, va hokazo. Ongli o'ylashingiz kerak bo'lmaydi. O'tirib, tak, buni qilsam nima bo'ladi deb любой o'ylashga majbur qiluvchi jarayon sizni markaziy bajaruvchi tizimingizga foydali. Va hayron qolishingiz mumkin sport. Sport jarayonida ham siz o'zingiz ongli boshqarasiz. Misol uchun tam og'irlik ko'taryapsiz, уже все qo'ygingiz kelyapti, lekin siz ongli ravishda yo to'xta qo'yma, yana 3-4 qilsam foydaliroq bo'ladi deb yana majburlayapsiz. Mana shu majburlash kuchi shu markaziy bajaruvchi tizim hisoblanadi. Ya'ni umuman olganda miyamizdagi tizimlar bizni daho qiladi va daholarning asosiy belgilaridan biri bu super kuchli xotira. Va shu joyda ham men sizga bitta zo'r yangiligim bor. Men sizlar uchun video tayyorlab qo'yganman. Aniqroq video dars tayyorlab qo'yganman. Dars mutlaqo bepul va YouTube kanalimga yuklangan. Mana shu videomiz tugashi bilan u dars ekranga chiqadi va bitta bosib ko'rishingiz mumkin. O'sha darsda men qadam-ba-qadam qanday qilib 0 dan xotirangizni super darajagacha olib chiqishingiz mumkinligini tushuntirib berganman. Undan tashqari dars so'zida sovg'a ham berganman. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka-paka.